Bu qanchalik bo'ladi agregat? Endi kimnidir ishini yomonlash yoki kimnidir ishiga bir negativ etish niyatim yo'q o'zi aslida. Lekin men bu narsani to'g'ri bilmayman. Chunki organizmda qattiqdir muammo bo'layotganini ba'zida bilmay qolishi mumkin. Patsientlar, bemorlar ko'rdim, ikkita barmog'idan olib chiqib osishyapti, keyin arqonga urishyapti, 2-3 marta turib, keyin tushirishyapti. Bunaqasini. Da, lekin shunday narsa bo'lishi mumkin. Bosh miya pastga qaragan paytda bosh miyadan qon chiqib ketishi qiyin bo'ladi, bosh miyada zastoy bo'ladi. Qon tomiri yaxshi bo'lmagan, elastikligi pasaygan odamlar yoki bosh miyada anevrizmasi bo'lsa, anevrizma degani to'g'ri qon tomiri tepasida bir qanaqadir qopcha bo'lib qoladi, o'sha yerga qon kirib chiqadigan bo'ladi, sharchaga o'xshagan bo'ladi. O'sha narsa yorilib ketish ehtimoli bor-da, agar ko'proq osilib qolsa. Yorilib ketgandan keyin momentan o'sha yerda o'zida insult beradi. O'shaning uchun men tavsiya bermayman yosh kattalarga, qon tomirida muammosi borlarga. Yoshlarga ham tavsiya bermayman, chunki bosh miyada anevrizma bor yo'qligini hech kim bilmaydi. Uni ko'pchilik anaqa klinikasi bo'lmaganicha tekshirtirmaydi. Klinika deganda imенно shu anevrizmani kasalligi bor haqida organizm anaqa bermaydi, signal bermaydi. Shuning uchun misol menda ham bo'lishi mumkin, xudo biladi, hech kim bilmaydi, lekin o'sha borganda pastga qarayotganda qopchaga nagurishganda piqit yorilsa, shu bilan joyida gemorragik insult bo'ladi. Meditsinada bitta anaqa zolotaya qonun bor, oltin tilla qonun bor. Agar birovga yordam bera olmasang, hech zarar yetkazmagin degan narsa bor. Domlalar, ustozlarimiz o'rgatishardi. Lecheniya qila olmaysanmi? Aqling yetmaydimi? Tegmagin, hech shuturgan bundan ahvolini og'irlashtirib qo'ymagin deyiladi-da. Shuning uchun qo'limizdan kelmaydimi, undan ko'ra qilmaganimiz yaxshi aslida.